Men Navoiy shahridan aynan Dilshod opani kurslarida o'qish uchun shuncha yo'l bosib keldim. Bugungi darsdan xulosam juda ham ajoyib bo'ldi. Birinchi darsdan buncha narsa kutmadim. Dilshod opaning metodlari yoqdi. Maydalab tushuntirib berishlari, birma-bir hamma sekretlarini aytib, xuddi o'zlarida qanday qo'llasalar hech narsani yashirinmay ochiqcha tushuntirishlari yoqdi. Allohumma barik ilmlariga, doim o'zini ustida ishlaydigan ayollar. Hammaga tavsiya qilaman. Men Xorazmdan keldim. Ataylabdan Dilshod opani 43-patogga o'qishga. Bugungi darsdan xulosam juda ham yaxshi. Hijomat dilini tanlaganimdan, bugungi birinchi darsning o'zidayoq yana bir marta amin bo'ldim. To'g'ri tanlab o'qiganimga, Dilshod opaning darsini va hamma narsani ochiqchasiga aytib, darsni yetirib berishlari menga juda ham yoqdi. Juda ham xursandman. Men 1 yildan beri hijoma ilmiga qiziqib, Dilshod opamni tanlab, Instagramda kuzatardim. Boshqa hijomalarni ham kuzatardim. Lekin ularning ichidan menga Dilshod opamni dars o'tish metodlari, tushuntirishlari, umuman hech qanaqa sir yashirmasdan o'rgatishlari yoqqani uchun, ishlari yoqqani uchun bularga 43-patogda o'qishga bugundan keldim. Bugungi darsdan olgan taassurotlarim juda ham ajoyib bo'ldi. Birinchi darsdan biz o'zimizga hijoma qildik. Juda ham zo'r bo'ldi. Men hijomat dilni 1 yildan buyon kuzataman. O'zim ekonomistman. Ayni damda PhD yo'qlayapman inshaalloh. Meditsinaga qiziqishim kuchli bo'lganligi uchun va hijomat dilni Dilshod opani dars o'tishlarini Instagramda kuzatganman faqat. O'shandayoq menga yetib kelgan, juda qanaqa dars o'tishlari. O'zim ham dars berganligim uchun qanaqa talabalarga, qanaqa o'quvchilarga yetkazib berilishligini ko'rib turib, o'qishga qaror qilib, mana bitta muolaja olganimdan keyin уже sraz yozib ketdim, birinchi kuni keldim. Darsdan taassurotlarim juda zo'r. Inshaalloh 10 kunning ichida professional darajada bo'lib chiqamiz deb umid qilaman, chunki ishonchim 200% komil. Chunki уже mana birinchi darsda ishsiz hijoma qilishni o'rgandik. Men birinchi oyim bilan kelganimda o'zlarida hijoma oldim. Menga rosa yoqdi, izlari ham qolmadi. O'shandan keyin Instagramlarini ko'rdim, qiziqishim ko'paydi. Keyin o'qishga keldim. Hozir o'zimizga qo'limizga qilib ko'rdik va o'qishga bo'lgan qiziqishim juda ham oshdi. Sizni tanlagan sabab sizni opam o'qib ketgandilar. Ularning ishlarini ko'rib, menga ham juda ham yoqqan. Siz hijoma qilishlaringiz, sizni gapirish texnikalari juda ham yoqqan. Men rosa qiziqishim kuchaydi yana ham. Keyin o'zimizni hozir qo'limizga qilib ko'rganda, o'sha xursand bo'ldim. Menga har taraflama ishlaringiz yoqdi.